Ozgul, nima mangdima bugun shirkat qilib jiqroq. Bo'ldi, amisa yo'lda diqqat qilasiz-a. Aka, Nima bo'ldi? to'xtag'nay sandaydan bir gap aytdi. Nima gapdi tezroqda? Qarab baqa yengemga uyning ishlan qotqanligini. O'ynashlarga ko'ngil bilvatamda yo'qmi? Mening kiyimlarimni qo'l juysiz shije jumansam yana shije juy qo'yibdi. Yantaxi darizlar qarab baqa qachonliqar stop besib turgan. Uyda qilgan shumg'aniki surtib qo'ysinmanda. Bizning aytishki tozalik qo'yib bo'lgandan keyin kunda tozalab turish kerak desam bilan uni odimdingman. O ya sirtga chiqib xizmat qilish chiqmagan uyda baqa yetib yeb. Uyda shu baqa yetib yebli kun o'tkazdi. Ya bir sirtga chiqib o'z qig'idek ishlabmagan. Hayrastiga ish qilgan tomoqlarni amisini beshonsa qo'ydiki, biz o tomoqlarni yesak salomatligimiz ziyonli emasmi? Mush gaplarni uning bir daq qo'ya. Aka sen bir mushga qilsam bir og'iz gapni qilmay ketayotsan-ku. Kepanamini anladin. O yengam sana yutpagan bu kiyimlarni sen unda qo'yib qopdi, bunda qo'yib qopdi degicha o'zing yutsang bo'ldi emasmi? Burun yengam bu oylik kelishdan burunmi o'zingning kiyimini o'zing yutding-ku. Bu uydagi tarizada to'ptara to'p qolgan bo'lsa, sen bir qiz bola olgandan kimda bu surtib qo'ysang bo'ldi emasmi? Sen uyda atdiganda kech paka turib-atsan-ku. Daha shuni puturib bo'lganda hamda sen bir xizmat kutib o'tirayotgan vaqtdan hozir uyda ya boshqa ish qilmayotsa, sen qilish bersang bo'ladi shu oddiy ish bo'lgandan keyin. O tozliq qo'yda azroq sesiq buroq qolgan deysa. O samimda to'balashib pakiz tozalab o'tirsanglar bo'ldi emasmi? Bu uy ishlarni birasini qilmasin degandan keyin sen qilsang bo'ladi o'xsanglar. Qarab baqa yengam sen shunday yaxshi muomala qilyapti. O'z sanglisdak bir ko'yinyapti sana. Sen-chu, sen yengani bu uyda hozir qay salohiyatda ko'ryapsa, yengam bu oilaniki bir bo'lmas emas. Bo'pti, bo'lmo degan taqdirdimi qarab. Bo'lmoning hechimiz bir oylik 3-4 ming kun maosh bo'ladi. Sen ya uning bir maoshi olmasang, biz ya uning maoshi olmasak, yana bizning ig'irligimizni qilyapti. Uyning ushaq ishlarini cho'ngishni hammasi o'z yolg'iz qilyapti. Yani shunday qilib turibmi kunda bir muncha qo'sab ko'p tortadi. Bir qizg'onlikka bir oilaga bir kelin bo'lib kelishi qandaqdir u oilaning xizmatini o'z ustiga olganlik emas, balki bir baxtli oilani texnik bir gullantirish, kunlik gullik keltirish degan gap. Maqsadim, sen uni sen nima sen bular senmi kelgusida bir oilaga kelin bo'lib borsa, kunlarning birida sen mashaq bir ishlar yo'li qavaqtanda sen qanday qilsa, men bir qizg'onni o'z amalimga kelib oila akirgandan keyin uning boshqalar tarafidan bunda boza qilishga qarab tursam bo'lmaydi-da. Men sana deb qo'yasanlar. O'z ayolimniki boshqalar tarafidan bunda boza qilishga men qarab turmayman. Uningki bundan keyingi bir umrlik yo'lanchiki men. Fikrali ko'rmanda. Bir qiz bola yot bir odamningki oilasiga kelin bo'lib kirdi. Bunaqa o'zi eri ega bo'lmasa, yo'lanchiq bo'lmasa, qo'g'dimasa, bu qiz bola yana kimga tayinadi? Yana kimga yo'linadi? Deponimiz to'g'ri degichlar. Qo'shish belgisini bizga qo'shib olgandan keyin bir talaq shurkundan bisitib inkaslarimizni qilamiz. O'zimizdan qovat qilishimizniki to'g'ri yoki xato ekanligini biladi. Haqsiz kasubdan taqdirma ayrim xalqqa qat qilib bo'ladigan undar numarani qoldirib qo'ying. Rahmat.